Assalomu alaykum, Lider Kuror kanali obunachilari. Bugun xudo xolasa foydali video bo'ladi. Dezinfeksiyani eng zo'rini, eng effektiv, kuchlisini ko'rsatib tayyorlab o'tib o'taman. Hammaga yo'qini tushuntirib. Dezinfeksiyaga kerak bo'ladigan narsalardan u alyumin kerak bo'ladi. Shunaqa o'rab olish kerak. Iloji boricha bir toza alyumin bo'lishi kerak. Effekti yaxshi bo'ladi. Idish oddiy banka adnaxloridni yod vit aptekalarda sotadi. Hamma vit aptekalardan sotmaydi-yu, topsa bo'ladi. Bu 40 gram oz. Aslida bir 100 gram bo'lishi kerak edi. Endi borini olib keldim. Shu qolgan ekan xolos. Bu nima dezinfeksiya nimaga foydali? Quyonxonani umuman shu ko'zga ko'rinmaydigan shu mikroorganizm, shu zararli narsalardan umuman tozalab beradi. Agar yozgi kuni bo'ladigan bo'lsa, shu quyonxonadagi hozir qish chivin unaqa narsalar yo'q, chivin pashalarni ham umuman o'ldirib yuboradi quyonxonadagi. Buni tayyorlash, xo'p, quyonxona hamma joyi yopiq bo'lishi kerak. Endi meniki podvolda shu derazaga shu salfan qaqib qo'yganman. Bu yerda eshik yo'q, просто 2 qavat salfan bor, salfanni ham yopib qo'yaman. Buni 15-20 minut shu quyonxonani dimlab qo'yasiz, umuman havo kirib chiqish kerak emas. Keyin savol tug'ilishi mumkin, quyonlarga zarari yo'qmi, quyonlarni olib chiqib qo'yish kerakmi deb. Quyonlarga umuman zarari yo'q. Mana yosh quyonlarga ham, bo'g'oz quyonlarga ham umuman zarari yo'q. Agar quyon o'sha o'pkasi kasal bo'lsa, o'sha o'ladigan darajaga yetib qolgan bo'lsa, xo'p, shunda zarari bor, mazasi qochib qoladi. Quyonni olib chiqib o'sha so'yib yuborasizlar. O'sha bari o'lib qoladigan quyon bo'lsa, hattoki soppa-sop quyonga umuman zarari yo'q. Xo'p, quyonxonani bunaqasi endi 2,5 metr, uzunligiga bunaqasiga 3 metr. Quyonxonani hop uzunligiga qarab, kattaligiga qarab buni dozasi shu ko'paytirib, ozaytirib o'rasizlar. O'zi shu 2,5 ga 3 xonaga ham bu oz. 40 gram, aslida shu 100 gram bo'lishi kerak edi. Endi borini olib keldim. Shu qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Xo'p, keyin bu qanchada bir tayyorlash kerak degan savolga buni iloji boricha xo'p, qishki kunida bir oyda tayyorlab shu dezinfeksiya qilib tursanglar bo'laveradi. Yoz kunida iloji boricha 12-15 kunda tezroq dezinfeksiya qilib tursanglar, effekti ham yaxshi bo'ladi. Shu quyonlarga juda ham foydasi katta. Iloji boricha adnaxloridni yod ko'proq bo'lsa, effekti ham yaxshiroq bo'ladi. Hozir u alyumin bilan shu reaksiyaga kirishadi. Shu quyonxonani o'rtasiga qo'yib qo'yamiz. 15-20 minut dimlab qo'yish kerak. Xo'p, hozir shu reaksiya kirishni boshlaydi. Iloji boricha shu alyumin simni umuman ko'mib tashlash kerak. Menda hozir ozligi uchun ba'zi bir joylarida shu ko'mmay qoldi. Umuman ustini qoplab ketish kerak. Keyin buni shu ko'proq bo'lsa, quyonxonani shu 15-20 minut ichida umuman turmaydigan darajada tuman qilib yuboradi. Umuman ko'rinmaydigan darajada. Bu endi hozir ozligi uchun qanaqa hop tutab ketadi bilmayman. Lekin ko'proq bo'lsa, shu quyonxonani umuman turmaydigan darajada tutab
umuman tutab ketadi. Mana shu reaksiyaga kirishni boshladi. Mana o'sha rosmana reaksiyaga kirishni boshladi. Shunaqa shu tutun chiqadi. Soatga qarab esdan chiqmasin 15-20 minut uzog'i quyonxonani dimlab qo'yasizlar. Undan oshiq dimlab qo'yish kerak emas. Mana quyonlarni hammasi joyida. Quyonlarga xudo xolasa umuman zarari yo'q. Mana oradan 10 minut vaqt o'tdi. Quyonxona mana shu holatda bo'lib ketadi. Aslida anaxlar yot ozroq bo'lib qolgani uchun tutashdan to'xtab qolgan. Agarda ko'proq bo'lsa, bundan bettar shu tutab umuman ko'rinmaydigan bo'lib ketadi. Mana oradan 15-20 minut vaqt o'tdi. O'sha eshiklarni ochib yordim. O'sha tutun chiqishni boshladi. 15-20 minut yetadi. Undan oshiq qilishinglar shart emas. Hop. Qish kunida bir oyda bir, yozligida 10-15 kunni bunda bir qilib tursanglar, dezinfeksiyaning juda ham bir foydasi kuchli narsa bu. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib o'tish esdan chiqmasin. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'yinglar. Sotiladigan quyonlar birinchi Telegram kanaliga chiqadi endi. Birinchi Telegram kanalida turadi bir kun. Sotildi, bo'lmasa YouTube kanaliga keyin qo'yaman. Telegram kanal silkasini birinchi kommentariyada yozib o'tib ketaman.